So'nggi vaqtlarda 3 oyoqli radarlarni noqonuniy degan videolar ko'p tarqalyapti. Hurmatli haydovchilar, bu videolarga ko'p ham ishonavermang. Sababi internetda, Facebookda, Instagramda, YouTube'da ko'rilayotgan videolarda to'liq ma'lumot berilmayapti. 3 oyoqli radarlar Autocon SAM radarlari bo'lib, bu radarlar 100% qonuniy radarlardir. Faqatgina undan foydalanishda qonunga amal qilmagan hollarda bu noqonuniy bayonnoma hisoblanib qolishi mumkin. Ya'ni qanday hollarda bular noqonuniy bo'ladi? Yo'lning ushbu radar qo'yilgan joyidan 250 va 500 metr masofa oralig'ida ushbu radar borligini tasdiqlovchi yo'l harakati belgisi bo'lishi shart. Ya'ni yo'lda radar bor degan yo'l harakati belgisi mavjud bizda. Ushbu belgi mavjud bo'lmagan hollarda haydovchi o'ziga kelgan jarima qo'llanganligini tasdiqlovchi bayonnomani pastki qismida qarasangiz SCM degan belgi mavjud bo'ladi. SCM degan belgi mavjud bo'ldimi, demak bu 3 oyoqli radarda olingan foto yoki video bo'lib, bunday yo'lda siz eslab ko'ring, radar belgisi bo'lmaganligiga ishonchingiz komil bo'lsa, bunday holatlarda sudga bersangiz, bu bayonnomalar noqonuniy deb topilib bekor qilinadi.